Akala kimga qiziq bo'lsa, aka yili necha mashinani? 92-yil ishlab chiqarilgan. Bu kraskalari ham radnoymi aka? Radnoy kraskalar. Radnoy holatda. Salon qismlari. Saloni ham radnoy holatda ekan. O'zini poliklarda turibdi. Chexollari ham zavodskoy o'ziniki. Akamiz aytadilar, 4 ta balon qo'yib qo'ydim yangi deyaptilar. Umuman kamchiligi yo'q mashinani. Aka, bortning uzunligi necha? 3 metr bortimiz. 3 metr. Eniga 2. Rama qismlari butun holatda. Mashina nima kamchiligi bor aka? Kamchiligi yo'q, minishga tayyor. Nechta tonnigacha yuk olyapti aka hozir holatda? Dokumentalni 2 tonna deyilgan, o'ziga 2 tonna, 2,5 tonna. 3 tonna bemalol. Olinadi. Zadniy moslari. Akalar, buni motori ochilmagan ekan. O'zi bilasizlar, Mers motorlar million kilometr yuradi. Bu salarkada. Rama qismlari toza. Mashina o'zi ham toza ekan, o'zim ham ishqiboz bo'lib qoldim. Tayyor holatda. Umuman kamchiligi yo'q. Aka, buni puli necha pul? Pulini 8,5 ming deyapmiz. 8,5 ming kam bor. Kami bor. Hozirgi holatda umuman kamchiligi yo'q. Olib minishga tayyor. Tayyor. Chetdan minib ketilaverishga. Manzil qayda aka? Manzil Popda. Pop shahar o'zida. O'zida. Kimga qiziq bo'lsa, bog'lanib olib olamiz.